ikki joy qurilgan-ku birdaniga. Ko'p joychilar o'rtaga paxsaga 1,5 karra cho'radi. Bu joyda esa o'rtaga 2 karra cho'rilgan ekan. Pod ключ katta razmerda hovli joy so'raganlar uchun. 9-oxirdan gapiramiz. Biz 50-maktabning orqasindamiz. 9-oxirda qarang, bu yerdan chiroyli o'ylab tushib kelayotir yana. 1 etaj deysizmi, 2 etaj deysizmi? Onda korobka varianti bor, uni ham galissangiz bo'ladi. Bu pod ключ varianti. Qarang, kamdan kam quruvchi avtomat darvoza ishlatadi. Buni o'zi $1,500 atrofida turadi. Men bu yerni xohladim, kepim ketganda damri eshik bo'ldi. Normal summalı narsalar ishlatilgan. Muramirlar, qarang, bu bismillah deb girasiz. Bu yerda 2 mashina bemalol sig'adigan parkovочный zonasi bor. Bu yerda bo'lsa zeleный zona, chiroyli qilib qo'yilgan. Endi kelib daraxtlarni o'ziga ko'rasiz, ro'zagullar bilan. Panoramni eshik qo'yilgan, seli ayna. Bu yerga girasiz, girgandan ummanik qo'yiladi bu yerga. Aytib o'tgandan bu joy pod ключ qilib beriladi. Xohlasangiz ishi durishundan olishingiz mumkin bo'ladi. Uyimiz to'pli pol bilan jihozlangan, lekin spannilar registr qo'yilgan. Bu yerga girdingiz, katta hol. Dalan o'zbekchasini dalan baland qilib olingan. Yo'rib chiroyli ruslarda qiladi. Yana chap qo'lga kirsangiz, zal. Zalning razmeri 6x4. LED lampochkalar, televizor uchun joy. Bom arzonda ishlatib turgani yo'q, chistin. Naturalniy ishlatib turibdi, po'kak emas. Qozon kelib. Bundan kelasiz, bu yerdan televizor uchun zona qo'yilgan. Bu yerda o'ng qo'lda sanuzul, bani, tualet, bir dush bo'ladi ekan. Manik, shashagin, hammasi uchun planировка qilingan. Kafel, tapanetажный потолок. Bu yerda bo'lsa birinchi etajning spannisi. Spanni ham keng olingan. Menimcha bu razmeri 4,5 5 ya 4,5 bo'lsa kerak. Tak, bu yerda bo'lsa kuxniy podval. Banka sanka qo'yishingiz uchun. Orqa tarafda 1,5 metr 1 metr joy qoldirilgan, sabab letni kuxniya aytishingiz mumkin, havo ham aylanib turadi. Endi esa ikkinchi etajni ko'ramiz. Bu yerdan ikkinchi etaj o'tiladi. Ikkinchi etaj zina damirdan o'tilgan. Mebel bilan ashibga bo'ladi, xudo xolasa. Maytgan qimmat turan joyi. Qarang, bir ponni mebelni reshotka qilinadi. Bu yerda balkon. Balkon ham kafel qilib taxlangan. Chiroyli reshotkalar qilib qo'yilgan. Suv, gaz, svet, kommunalka hammasi girib turibdi. Bu narsa svet, gaz ham bor. Ikkinchi etajda bani tualet alohida bor. Ikkinchi etajdagi birinchi sponni kattalar uchun kattaroq. Buning razmeri 4,5 5 ya 4,5 bo'lishi kerak. Потолокlar натяжный потолок qilingan. Bu детский sponni. Eshitdi, kim eshitmadi, kimni xabari bor yo'q bilmayman, lekin hozir uchakni pena-beton degan narsa bilan obshipka qilish moda. Dalan, biz zal, diagramkalar ishlanib bo'lgandan keyin otachento bilan alohida bezak beriladi. Beram. Qolganlari oboy fon yordamida ishlov beriladi.